Do'stlar, hozir saunadan chiqdim, issiq saunadan. Hozir minut ichida tushuntirib beraman, qisqa, tushunarli qilib, qog'ozlarga o'rab gapiriladigan ma'lumotlarni. Nima uchun odamlar issiq bilan sovuq qilishadi? Bu nafaqatgina sizni sog'ligingiz, badaningiz uchun, bu yana asab tizimingiz uchun. Hayotingizni boshqarib turgan narsa bu sizni miyangiz yoki tanangiz emas, bu sizni asab tizimingiz, nervniy sistema. Qachonki sizni nervniy sistemangiz, asab tizimingiz kuchli bo'lsa, o'shandagina siz katta pullarni qilishingiz mumkin. Katta pul stress talab qiladi. Ojiz, kuchli bo'lmagan odam katta pulni ko'tara olmaydi. Agar hozir kuchsiz asab tizimiga $1 million tushib qolsa akkauntingizga, uni ko'tara olmay qolishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik odamlar issiq sovuq qilib asab tizimini tarbiyalashadi. Sovuqqa kirganingizda sizni asab tizimingiz stressga tushadi. Siz agar o'sha holatda xavfsiz bo'lib o'tira olsangiz, unda siz asab tizimingizni siz chiniqtirasiz va o'rgatasiz. Stress holatida normalni, men kuchliman, men handle qila olaman, men epla olaman deb shuni o'rgatasiz. Odatda asab tizimi ikki holatda bo'ladi: xavfsiz va stress holatda. Stressga tushganda asab tizimi o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin, ko'tara olmasligi mumkin. Shuning uchun siz asab tizimingizni chiniqtirish uchun issiq bilan sovuq qilasiz. Hozir sovuq suvga boramiz do'stlar, ketdik. Juda ham sovuq.